Navoiy viloyatining G'ozg'on shahri. Bu manzil haqida so'z borganda albatta uning bag'rida necha yillardan buyon saqlanib, sayqallanib kelinayotgan marmar, granit toshlarni eslamasdan iloj yo'q. Bugun G'ozg'on marmari Navoiyning brendiga aylanib ulgurgan. Dunyoda marmar konlari ko'p, ammo tuzilishi jihatdan xilma-xil marmarning bir hududda uchrashishi faqatgina G'ozg'on bag'rida kuzatiladi. O'z bag'rida eng sara marmar va granit saqlab kelayotgan G'ozg'on shahriga ortiqcha ta'rifning keragi yo'q aslida. Bugun dunyoning ko'plab mamlakatlariga sifatli marmar mahsulotini yetkazib berayotgani alohida e'tirofga sazovor. Kontaxta, Kashkash, Bo'shang, Varajan, Chorquduq, Parg'at, Pashshot konlari bir-biridan teng masofada joylashgan. G'ozg'on shahri esa ularning qoq markazida. Ikkinchidan esa agar bir konda bir-biridan oson ajraladigan marmar konlari bo'lsa, boshqasida juda yaxlit, qalin bloklar mavjud. Har bir kondagi toshlar rangi, qattiqligi, donadorligi bilan farq qiladi. Eng asosiysi, G'ozg'on marmarining qattiqlik darajasi tengsiz ekanligi o'z tasdig'ini topgan. G'ozg'onni maqtasam arziydi. Sababi men bu yerga tug'ilib, shu yerga katta bo'lib, shu marmarchilar, mana shu sangtaroshlar avlodidan bo'lganim uchun maqtasam arziydi. Bu marmar men ko'p joylarga bordim. Turkiyaga borganman, men Xitoyga ham borganman. Italiyani ham marmarni bizlarga keltirib ko'rsatuvdi. Lekin dunyoning biron joyida mana shu yer glob shahrida bo'lsa, shu mana shu yer shahrini faqat shu G'ozg'onda 9 kilometr joyda marmar bor. Boshqa yerda marmar yo'q. Mana Samarqandda, Zarbanda, Qo'shrabot tumanida bo'lsa, Kitobda, haligi ko'p joylarda marmar chiqadi, lekin u marmar emas. Bu G'ozg'onda haqiqiy marmar, keyin marmarni yo'q rangini o'zi yo'q. Har bir xil vaqtda bizlar bu yerda xarsang toshni olib kelib kesganimizda shunaqa tabiiy naqsh berilgan va tabiiy o'zi berilgan shakl va naqshlar men o'shani birovga bergim kelmaydi-da. Bizning G'ozg'onning marmariga teng keladigan, bu bilan raqobat qiladigan marmar dunyoda yo'q. 35 xil rangni o'zida aks ettirgan G'ozg'on marmari chinnisimon, muzlashga bardoshli, nafis qizg'ish rangda. Ayniqsa uning dengiz manzaralarini eslatadigan tabiiy turlari o'ziga xos go'zaldir. Uning silliqlanishi darajasi oliy dekorativ hisoblanadi. G'ozg'on marmarining o'ziga xos bu kabi jihatlari qadim-qadimdan mazkur hududda toshtaroshlik kasbining san'at darajasiga ko'tarilishiga olib keldi. Ana shunday usta toshtaroshlardan biri Tohir Rahimovdir. Asli hunarmand toshtaroshlarning 5-avlodi sanalgan usta marmarning o'ziga xosligini juda yaxshi biladi. Buni shamol sho'r yeya olmaydi. Mana tog'larda granitlar turibdi, mana hozir o'sha teshik toshga borsangiz, o'sha teshik toshlar granit. U shamol bilan u shaklga kirgan. Shamol shaklga kiritgan. Tabiatning o'zi kiritgan. Lekin bu G'ozg'on marmari 1000 yil tursa ham sifatini yo'qotmaydi. Keyin bundan mana nimani xohlasangiz shuni yasash mumkin. Endi bizlar ustozimiz, bobolarimiz aytgan gaplarni men bu shogirdlarimga, bu farzandlarimga aytib turaman. Dunyoda ikkita narsa odamzotning muloqotini o'ziga oladi. U odam bilan gaplasha olmasa ham siz qilgan muomalani o'ziga qabul qiladigan narsalar bor. Bu birinchisi suv bo'lsa, ikkinchisi marmar. Marmarga yaxshi gap gapirib bir narsani yasay bersangiz, mehr berib yasasangiz, gaplashib, uni maqtab yasay bersangiz, u sinmaydi. Undan yaxshi narsa yasab chiqarish mumkin. G'ozg'on marmardan tayyorlangan mahsulotlarni bugungi kunda jahonning ko'plab mamlakatlarida uchratish mumkin. Jumladan
Eron, Turkiya, Qozog'iston, Afg'oniston, Tojikiston kabi davlatlarning ko'hna obidalarini ta'mirlashda hamda Moskva va Sankt-Peterburg shaharlaridagi metro bekatlari, ko'plab yodgorlik va bino inshootlarda qurilish mahsuloti sifatida g'ozg'on marmari ishlatilgan. Mamlakatimizdagi muzey, qadimiy qadamjolar va boshqa obyektlarni barpo etish, tiklash ishlarida ham qo'llanilgan. Qo'limdagi marmar tovoq endi ko'p joylarda marmar lagandam deyiladi. Endi bizlarga bu marmar tovoq deb atalib kelgan bu ovqatlanish uchun. Hozir shu g'azg'on tog'larida mana shu qon taxta deydigan konimiz bor. Shundan qadim ota-bobolarimiz o'shandan olib o'sha marmaridan marmar laganlar, u marmar tovoqlar, keyin har xil anjomlarni yasaganlar. Foydali xususiyatini bir narsaga amin bo'lganman. Shu momolarimiz, bobolarimiz bizlarga rivoyat qilganimiz bo'yicha shu Hazrati Ibn Sino ham shu ko'kragida bir parcha qizil marmar, g'azg'onni qizil marmarini temol qilib osib yurgan ekan. Shu qadimgi momolarimiz ham shu marmarni bir bo'lakchasini olib teshib, bo'yniga taqinchoq sifatida osib yurgan. Men shu momomdan so'raganimda, momom shu yegan ovqatni hazm qilishiga mana shu marmarning foydasi bor deb bizlarga aytilgan. Sog'liqqa foydali, o'sha mikrob o'ldiruvchi, o'ziga mikrob saqlamaydigan xususiyatlari bor uchun o'sha cho'miladigan havuzlarga o'sha degan. Har bir ishga mehr kerak deydi Toshtarosh o'z hunari siri haqida gapirar ekan. Ota-bobolarimizning uslubida bu islomiy naqshi, ustalar u qadimiy ishni ishlatmaydi. Shu zamonaviy igna bilan ishlov ko'p odat bo'lib qolgan. Tarixga qoladigan o'sha yozuvlar, mana naqshlar bizning ota-bobomizdan shu mehnatiga qarab u yiliga chidaydigan ishlar qolib ketganda, mana hozir Samarqandga borsangiz ham bizning O'zbekistonimizda juda tarixiy topilmadi, hozir ham topilyapti. O'sha imoratlarda, saroylarda qurilib yasab qo'yilgan narsalar, ular shu mana shu ustalarning ko'p mehnatidan, o'sha sabr toqati chidamidan. Tariximizni olsak, o'sha Sarbistoyni to'rida suv tekis oqadigan joyda o'sha marmar plasi yotibdi yerga. Tosh plas. O'sha tosh plasni o'rtasida meni bobomni chaqirib Amir Olimxonning otasi Amir Abdulahadxon bir vannaga o'xshagan kichkina cho'miladigan havuz yasatgan. Har yili o'sha yerga kelib, o'sha havuzga cho'milib davolanib ketgan ekan. O'sha havuz ham o'sha yerga hozir ham turibdi. Hunarli kishi elda xor bo'lmas deydilar. Aslida kishi qaysi kasbni egallamasin, hunar inson uchun xizmat qilib kelgan. Bu naql mag'zini yaxshi anglagan yoshlar ham bugun marmarga ishlov berish sirlarini mukammal o'zlashtirishga intilmoqda. Ayni vaqtda hunarmand ko'plab shogirdlarni yoniga olib, toshtaroshlikni o'rgatish barobarida ularga ham daromad topishiga ko'maklashyapti. Bu yerga 2020-yildan boshlab kelib, usta qo'lida tahsil olib kelyapman. Yillar davomida ana toshga ishlov berishni o'rganib kelyapman. Shakl beryapmiz, rishotkalar yasayapmiz, tarixiy obidalarga, ya'ni maqbaralarga marmardan buyumlar yasayapmiz. Bir 70-80% o'zlashtirib oldik. Hali ozgina bor hali. Asosan marmarga mehr berish kerak. Unga mehr bermasangiz, bir shakl yarata olmasangiz, shakl bo'lmaydi-da. Ishimizning sifati ko'rinadi asosan. Har xil naqsh turlari bor. Buyurtmaga qarab naqsh beraveramiz. Maqsad kelajakda usta bo'lishni niyat qilib, hunarmand bo'lishni rejalashtirib maqsad qo'yib kelganmiz oldin. Ustaxona o'zi xususiy korxona qilib tadbirkorlik yo'nalishida ishlayapmiz. Qishin yozin ishlaydigan
ustalarim bir 15 ta bor shogirdlar. Ular o'rganib katta usta ham bo'lgan, bu yerda men bilan birga ishlaydi-da. O'zim o'rgatganman. Mavsumiy ish davrida 50 gacha odam ishlaydi. Daromadi ham, oyligi ham yaxshi tushadi. G'ozg'on azaldan hunarmandlar maskani. Jumladan marmar toshiga ishlov berish hunari ortidan bu hudud aholisining bandligi ta'minlanishi barobarida ustalar ishining dovrug'i dunyoga don taralgan desak mubolag'a emas. G'ozg'onni karyeri shu 42-41 yillardan buyon karyerlar bor. U vaqtda juda oldida Shoymardon degan joyda toshni olib xalqqa berib, xalqni shu ish bilan ta'minlab ermak qilganlar soni ko'p bo'lganda, qo'l mehnati bilan bo'lgan, keyinchalik shu 59-yillarga kelib bu karyerlar ochildi. Asta bu yerga bir 4 ta konlari bor. Shu xalq ham o'sha vaqtda 100 dan ortiq kishilar ishlardi, mehnat qilardi. Shuni orqasidan kun ko'rganda o'sha vaqtda odamlari albatta dehqonchilik ham hammasi ham bo'lgan shu arada-yu. Ko'pi o'zini shu mehnatga shunga urgan. Toshlarchilik 80-yillarda 7 yil Sibirga bo'ldim, Sayna-Shushunskka. U yerda ham karyer bor. Lekin karyeri bo'lsa ham o'sha Sayna-Shushunskka bo'lgan imoratlarni shu G'ozg'onni marmardan etib, hamma ustumlarini yoki imoratga o'tkazganlarni hammasini shu G'ozg'on karyerlari toshib bo'lganda, men ko'rganim shular endi. Hozir ham mana bizning nabiralar ekovi ishlayotdi, buni tashlab shu soha bo'yicha ishlayman deb. Demak, bir natijasi bir qiziqarli joyi bo'lsa kerak-da. Mana shu qo'lingizdagi tovoq qora tosh marmar, ha? Qora marmar tosh deyiladi. Buni koni ham boshqa joyda. Bu atrofda yo'q bu. Buni koni boshqa joydan olinadi, qora tosh chiqadi bu. Farqini ham chidamligi, ham buni chiroyliligi, xususiyati, silliqligi buni ustaning qo'liga ko'rsatmaydi holatini. Ko'kamtir ko'rinadi yerdan olgan vaqtda. Buni mehnat shunday qiladi. Xususiyatlari endi chiroyliligini buni chiroyli deb kesib mana o'rtalariga qo'yadi. Hamma narsani bezakka nimaga yasasangiz bezakka yasaydi. Sayfiddin ota G'ozg'onda tug'ilib o'sdi. Bu yerdagi marmar toshning xususiyati, uning o'ziga xosligi nuroniyga yaxshi tanish. Ayni vaqtda nabiralari toshtaroshlik hunarini davom ettirib, bu orqali daromad topib kelayotganidan mamnun. Haqqoniy faxrlanadi ham, mehnat ham qiladi, yaxshi ham ko'radi. Chunki mehnati og'ir bo'lsa ham zavqli narsa. 90ga kiryapman. Toshtaroshlik vaqtida yaznalarimiz qildi. Shularni oldiga borib ko'rganman. Aytgan narsalarini topib keltirib berganman. Shu ishlarni bilaman, qanday qilishlarini. Mana nabiralarni 3-4 tasi shu tosh bilan ishlaydi. 5 yildan beri mana bu ishlaydi. Bu nabiramiz. Bundan kattarog'i bor, 6-7 yildan beri mana bu ishlarni qiladi. Bezak beradi. Qanday qilib yasa desangiz, bezakni beradi. Hozir texnika rivojlangan. O'zidan bahor bo'lib, shu texnikalarni yaxshigina ishlata olsa, yo'lini bilsa, ichki yaxshi rivoj bo'lib boraveradi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 2-mart kuni Navoiy viloyatiga tashrifi chog'ida G'ozg'on marmari va granitining qadim hamda asl dovrug'ini tiklash, bebaho yer osti xazinasidan xalqimiz farovonligi yo'lida oqilona foydalanish ishlariga jadal kirishish, qurilish materiallariga ichki va tashqi bozorda tosh plitalarga talab yuqorligini inobatga olib, hududda eng zamonaviy texnologiyalarga asoslangan granit va marmarni qayta ishlash korxonalarini barpo etish vazifalarini belgilab bergan edi. Shundan kelib chiqib, hududda shaharning tashrif qog'oziga aylangan marmar va granit qazib olish va qayta ishlashda salmoqli natijalar qo'lga kiritildi. Keyingi yillarda bu manzilda marmarni qayta ishlashga ixtisoslashgan zamonaviy korxonalar ish boshladi. Ishlab chiqarish hajmi, sifati oshdi. Bugun G'ozg'on marmari va graniti jahon bozori talabiga mos tarzda eksport qilinmoqda.
birinchi zavodimiz bor edi. Shu tadbirkorlik bilan 2010-yildan beri shu marmarning ichida yuribmiz. Shu zavodimizni 2021-yil oktyabr oyida ochuvdik. Bankdan 2 milliard 200 kredit oldik. Qolgan mablag'lar o'z hisobimizdan olib, mana shu ish o'rnini ko'paytirish maqsadida 2010-yillarda o'sha stanoklarimiz eski, zamonaviy emasdi. Qo'l bola shunaqa stanoklarda ishlab kelardi kuniga o'sha eski zavodimizda. 10 kishi ishlasa ham, lekin kuniga 50 kvadrat marmar chiqardi. Hozir bunda 3 ta smena qilganmiz. Har bitta smenada 5 kishidan ishlaydi, 15 kishi ishlaydi, lekin bir oyda bizlar 3000 kvadrat tayyor mahsulot chiqaryapmiz. Uskunalar mana hozir eng oxirgi model 250 ming dollarga zamonaviy uskunalar olib kelindi. Mana bizlar 2021-yilda 2 milliard 210 million, ya'ni 200 ming AQSh dollar oluvdik. Mana shu zavodning arkasidan ishlatib, mana shu kreditlarimizni muddatdan oldin 2027-yilgacha bizda muddat bor edi, lekin 2024-yil iyul oyida bizlar o'sha kreditlarimizni yopib bo'ldik. Endi hozir yana reja qilyapmiz. Xitoyda mana shu hozir zamonaviy uskunamizdan yana o'sha ko'paytirish maqsadida mana joyimiz bor. Shunga bemalol ish sonini ko'paytiramiz. Undan keyin mahsulot sonini, sifatini, yo'nalish bo'yicha bizdan hozir o'zimizdan chiqmayotgan yo'nalishlar bo'yicha ham mijozlar bizdan so'rayapti. Shunga harakat qilyapmiz. Nasib bo'lsa shu 2025-yilda yana ish o'rnimizni ko'paytirib, yangi apparatlar olib kelib, ishimizni kengaytiramiz. G'ozg'on shahrida bugungi kunda ikkita davlat zaxiralar komissiyasi tasdiqlagan marmar konlari va ikkita Pashshot 1 hamda Galerian kabi granit konlarning hajmi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari hali o'rganilmagan va geologiya qidiruv ishlari o'tkazilmagan konlar ham mavjud. Konlardan qazib olingan marmarlar ishlab chiqarish korxonalarida mana bunday ishlov berilib, nafaqat ichki bozorga, balki eksportga ham yo'naltirilmoqda. Zavodimizda 3 xil mahsulot chiqyapti. Misol mana bu Aurora degan toshimiz. Kimgadir shu toshimiz yoqadi. Rangi qizil. Bunisi ko'k saroy deydi buni. Ko'k saroy deb nom qo'yganmiz. Ko'k kitob. Kimgadir bu yoqadi. Mana bunisi Farg'at deydi. G'azg'onning mahalliy graniti. Bugungi kunda talab ko'p. Mana kecha Qirg'iziston Respublikasidan kelib shartnomalar qildik. 6000 kvadratga buyurtma oldik. Toshlarimiz bor. Ishlov berish jarayonida rangi har xil chiqadimi yo? Yo'q, bu karier deymiz, o'zi kon deymiz. O'sha konimizda, o'sha sero chiqarishda o'zi Xudoning o'zi yaratgan tog' misol bor, bitta konimiz, bittasi mana Pashshot, mana bu rangdan beradi. Mana Aurora qizil. Misol shunga qarab mahsulot olib kelamiz. Kelgan mijozni xohishiga nisbatan biz o'sha karierdan mahsulot olib kelamiz, xomashi shunga qarab taxlab beramiz. Mana shu holatga kelish uchun tosh necha bosqichdan o'tadi? Birinchi olib kelinadi, kelgandan keyin uskunalarga qo'yib kesilgandan keyin ikkinchi ishlov silliqlashga bosqich bor. 20 ta bosqichdan o'tgandan keyin, silliqlab bo'lingandan keyin kantovka deymiz. O'sha qirqib mijozni xohishiga qarab 60 desa 60, misol 40 desa 40, qanaqa shaklda, qanaqa rangda qat'iy nazar bizlarning stanoklar kesib berib biladi. O'zi zamonaviy uylarda shu G'azg'onni Pashshot degan toshdan, mana shu Aurora degan toshlardan ishlatilyapti. Prezidentimiz tomonidan 2020-yilda kelib, mana shu marmar shahri e'lon qilingandan keyin endi men o'ylaymanki, shu xalq uyg'onishi kerakda. Bitta men yo'masam bizda hozir 10 ta mana shu granit ishlab chiqarayotgan marmar zavodlar bo'lsa, misol katta zavodlar. Hozir ana shu 100 ta bo'lsa ham talab bor. Eksportga ham talab bor. Qozog'iston, Qirg'iziston, Yevropadan ham talablar hozir bor. Ishlash kerak. Mana hozir imtiyozli kreditlar bor. Bir so'z bilan aytganda, G'ozg'on marmar hamda granit ishlab chiqarish va eksport salohiyati bo'yicha yirik hudud. Mazkur imkoniyatdan to'g'ri foydalanish, mahalliy va xorijlik investorlar bilan manfaatli kelishuvlarni yo'lga qo'yish nafaqat ushbu hudud taraqqiyoti, balki yurtimiz sanoat salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi.